eshagini teskari minib ketib qolgan ekan. Anekdotni aytasiz, okey. Ha endi. Ha o'g'liga. Yo'q, kulib olmaydi. Kulyapsiz. Siz askarlar zo'r aytib qo'yasiz. Endi oldinlar yaxshidan hozir. Hozir uncha qizdomlar. Ulug'bek aka. Men qarang, men ojiz mana bekitib gapiryapsiz. Men ojiz sachiydimi? Ya. Ha, chishingiz yo'qmi? Ha, qo'yib olsangiz bo'lmaydimi? Pul yo'q, hozir pul pul bilagan-ku. Ha, necha pul ketar ekan? Ana 10 million ketar ekanda. Ha, unaqa yurmang. Men berib turaman, akamsiz. Yo'qmi? Ha, men pul berib turaman, aka, chish qo'ydirib oling. چکره چکیدم گیره زلفاش خمیدم گیره چکره چکیدم گیره زلفاش خمیدم گیره از روی جنان عرب Oğlum, gelin. Yaxshimisiz? O'zgarsiz bo'lsa menda. Tilla chish qo'ydirdingizmi? Tinchlik, salomatlik bo'lsin, ha? Aslida ish qilib, bitta odam telefon qilib qo'ydi, klientim bor edi. Sochga? Sochimni qilaman-da. Sochim yaxshi-yu. Hozir yo'lda g'alati voqea bo'ldi. Kelasan, Jiguli menda Afg'onga o'tib ketaman deb. Chiyqirab yonib o'tib ketsa-da. Mayli, o'sib o'tadi dedim. Svetoforga kelib qizillar turdim, men yondan chiyqirab o'tib ketdim. Ya, Mahmudjon. Okey, salom alaykum. Yopibsanmi? Yaxshi. Yurib keling. Ha, sochim olib qo'yasizmi dedim. Ha, borib keldim, xudo xolasa. Ha, tinchmi nimaga? Rahmat senga. Qo'yib qo'ygan ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim, nima qildilar? Tilla chish qo'ydirib, oldiga tilla chish qo'ydirib, bular bo'lmas gapiradigan vaqa kulyaptilar. Ko'ryaptilarmi? Ha, men pul berib turdim. Oldida ikkita tishlari yo'q edi. Kulsalar ham nonoq qo'yardilar. O'shanga men tish qo'ydirib olaylik deb pul berib turdim. Bitta o'rtog'im chet eldan soat olib keluvdi menga. O'sha Ulug'bekanga patarga qo'yaman. Tishlarini unutvorlar, soat bilan ovora bo'lib qoladilar. Assalomu alaykum. Keling Ulug'bek. Lohoning. Ya, hozir qiyshiq bo'lsa ham tillatishib bor gapirsin-a. Mani bitta o'rtog'im chet eldan bir sog'oq kelgan edi, soat. O'shani men sizga beraman, patarga qilaman, aka. Ya, qanday bo'ladi? Ha, mana shuni taqib yuring, aka. Toza kumushdanmi-ku? Ha, tish pachoq qilib qo'ymaydi ag'ina. O, ancha mana qada, kafelar bor ekan-ku, onda ham. Ha. Telefon chiqarsa ham daqti. Alo, ha, biz telefoningni bunday qilib. Ha. Zo'r bo'lagan. Sen o'rtoq mengacha o'zi telefonda gaplashadigan nomabsan-da. Telefonda gaplashadiganlar chiqib ketgan hozir. Nima bu bo'lmaydimi bu? Yo, unda mamda qolgan gaplashadi. Ha, qalaysan? Baba o'zgarmas ekanlar deb.